Ikkinchi fasl 23-qism. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Undangina yordam so'raymiz. Payg'ambarlarning eng afzali, sodiqul amin bo'lgan zot payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar yog'ilsin. Suhayl ibn Amr bitim tuzilgandan keyin o'g'li Abu Jandalni olib Quraysh huzuriga qaytdi. Shartnomaning matni quyidagicha edi. Bismikallohumma. Bu Muhammad ibn Abdulloh va Suhayl ibn Amr o'rtasida tuzilgan sulh shartnomasidir. Ular 10 yilgacha urush qilmaslikka kelishdilar. Bu muddat davomida odamlar omonlikda bo'ladilar. Bir-birlariga zarar yetkazmaydilar. Muhammadning sahobalaridan kim haj yo umra niyatida yoki Allohning fazlini istab Makka ga kelsa, joni va moli omonda bo'ladi. Qurayshliklardan kim Misr yo Shom o'lkasiga Madina orqali borsa, uning joni va moli omonda bo'ladi. Qurayshliklardan kim valiyining iznisiz Muhammadning huzuriga borsa, Qurayshliklarga qaytarib beriladi. Muhammadning sheriklaridan kim Quraysh huzuriga boradigan bo'lsa, uni Muhammadga qaytarib berilmaydi. Kim Muhammadning aqdi va ahdiga kirishni istasa, kiraveradi. Kim Qurayshning aqdi va ahdiga kirmoqchi bo'lsa, kiraveradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yil Makka ga kirmay qaytib ketadilar. Kelasi yili mushriklar Makkadan chiqib turadilar. Rasululloh sahobalari bilan Makka ga kirib 3 kun turadilar. O'zlari bilan yo'lovchi ko'tarib yuradigan qurol olishlari mumkin. Undan boshqa qurol bilan Makka ga kirish mumkin emas. Mushriklar bizni Baytullohga kirishdan to'sdi. Bu yil umra qilmas ekanmiz. Alloh haqqi, bu qalbimni tilkapora qiladi. Bu yil umra qila olmasliklari sahobalarni chuqur g'amga botirdi. Sulh shartlarini o'zlariga nisbatan adolatsizlik deb bildilar. Bu ularning g'am anduhini ziyoda qildi. Bu yil ular Madinaga umra qilmasdan qalblari tilka pora bo'lgan holda qaytadilar. Ey Muhammad, mana bu odam Qurayshdan. Ismi Abu Basir. Uni bizga qaytarib berishingni talab qilamiz. Rasululloh: "Hoy odam, Allohning rasuli va'dasiga xilof qilmaydi" dedilar. So'ng haligi odamni ularga topshirdilar. Yo'lda Abu Basir qochib ketishga muvaffaq bo'ldi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tang holatda qoldirmaslik uchun Madinaga qaytib bormadi, balki Makka va Madina o'rtasidagi mintaqaga qarab yo'l oldi. Uning ortidan Abu Jandal ibn Suhayl ham ergashdi. Qurayshdan kim musulmon bo'lsa, o'sha joyga bordi.
ular to'planib bir guruh tashkil qildilar. Bu guruh Qurayshning karvoniga hujum qilardi. Qurayshliklar ularning sababidan ko'p zarar ko'rdi. Qurayshdan bir kishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldi. U Qurayshning nomidan sulhning bir bandini bekor qilishni so'rab kelgandi. Unga ko'ra, Qurayshdan kim islomni qabul qilsa, Rasululloh uni Qurayshliklarga qaytarib yubormasdan Madinaga kelishiga izn beradilar. Musulmonlar qattiq xursand bo'ldilar. Qalblari orom oldi. Ular Hudaybiya sulhining shartlari zohiran qaraganda musulmonlarga nisbatan adolatsizlik bo'lib ko'rinsa-da, aslida nusrat, kuch-quvvat va buyuk fath ekanini bilib oldilar. Bu haqida Alloh taoloning ushbu oyati nozil bo'ldi. Rasulullohga ana shu tog'ning ustida bir masjid qurish taklifini bersak qanday bo'larkan? U masjidda Alloh azza va jallaning ismi zikr qilinar edi. Juda yaxshi aytding. Yuringlar, Rasulullohga shunday taklif beramiz. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam masjid qurilishiga izn berib, qurilishni o'zlari boshlab berdilar. Yahudiylar Rasulullohning o'z qo'shinlari bilan Haybarni fath qilish uchun kelayotganlaridan xabar topdi. O'zlari qo'rg'onlarga berkinib olib, G'adafon qabilasidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi yordam so'radilar. Haybarni qutqaring! Haybarga yordam bering! Ey odam, nima gap? Bizni oting bilan o'ldiray deding-ku. Af eting Sayidim. Bu jiddiy masala. Ayt qo'y odam, nima gaping bor? Haybar va uning xalqiga nima bo'ldi? Haybar xalqi bizning do'stlarimizdir. Ularga aziyat yetsa, bizga ham yetadi. Muhammad va uning ansorlariga qarshi yordam so'rab, G'atafon sayyidlariga maktub olib keldim. Aytchi, hoy odam, nimalar bo'lyapti? Muhammad katta qo'shin bilan Haybarni bosib olish uchun yo'lga chiqdi. Muhammad? Yana Muhammadmi? Demak, to'g'ri aytishgan ekan. Haybar yahudiylarni Muhammad va uning izdoshlari uchun shirin go'sht qilib tashlab qo'yamizmi? Axir ular ittifoqdoshlarimiz-ku. Allohga qasamki, ularni homiysiz tashlab qo'ymaymiz. Muhammad bu qilgan ishi uchun hali afsus chekadi. Haybar yahudiylarni odamlar, mol-mulk va qurol-yarog' bilan ta'minlaymiz. Toki Muhammad butunlay mag'lub bo'lmagunicha uni o'zimizga asir qilib olamiz va hayotiga butunlay nuqta qo'yamiz. Bor, hey odam, bizning maktubimizni Haybardagi do'stlarimizga yetkaz.